Assalomu alaykum. Uka, yaxshimisiz? Ha, rahmat. Uka, Hoy. anaqa mana fermerlarni teraklarida 3 qanog'i jonimizga tegdi. Iye. Mana bitta o'g'il tilab olganman, 2 ta qizdan keyin. Bu allergiknikiga eski chiqolmay o'tiribmiz. Necha kundan beri. Ertalab o'tib ketayotganda o'g'liga gapirsam qilib ekan, taniysiz-a? Gapirsam, "Teraga gapiring-chi" deydi. Meni ermak qildim deb qilib. Ekologiyaga telefon qildim. Ekologiyaga telefon qilsam, uchastkavoy bilan rais hal qiladi. Terak gullari rostdan ham allergiya beradimi? Terak tuxuning hajmi katta bo'lganligi sababli u o'ziga mayda hajmdagi allergenlarni biriktirib tashish, ya'ni transport vazifasini bajaradi. Agar sizda ham terak gullagan paytda allergik belgilar yuzaga keladigan bo'lsa, bizning Allergomed klinikamizga tashrif buyuring.